men sizni o'qitini o'yiga chiqmang demadimmi? Nima chiqdingiz o'qitini o'yiga? Shu hozirroq ish ekan, shu ishim og'rib shu qilishib beray deb chiqqan. Nima qilib berib chiqdingiz o'y eri yo'q qo'shnimizga? Ammo ilqi o'ngshab chiqqan shu. Ey zodim, nimani o'ngshab chiqdingiz betaga? Shu malqi eri yo'q qo'shnimizni. Nima? Yo'q, men unda demoqchi emas. Men eri yo'q qo'shnimiznikiga buzib qolganimizni o'ngshab chiqdim. Nari buzib qapti qo'shnimizniki? Ay xotin qo'shnimizdan bir yeri buzib qolmabdi. Uydagi kiyim shkafining bir qanoti buzib ketgan, shuni o'ngshab berib chiqdim shu. Qaysi uydagi shkafkan u? Shu ilqi bo'chan qo'ygan yataq uydagi shkaf. Demaksa, ishkangni yap yolg'izash bo'chan va uyda remontchilik qilishdingmi? Ay, ben nari gapni qilayotgan xotin. Biz bir remontchilik qilib mashina motor o'ngishmadi. Shu ilqi shkafning qantini o'ngishdik shu. Bunda danglar. Shu shkafni o'ngishig'ida yarim kun vaqt ketdimi? Balki o'ngshaykansizlar jumasizlar shkafni. Xotin sizlarmda xato tushunib ketmanglar. Ham xudim qo'shni bo'lganda bir yordam so'rasa yo'qligini o'lamdi unga. Ajab u xotinning bilmalarim men uyda yo'q vaqtida buzilib qolgan-a? Chimo. O'zinglar uyda o'ltamay. Ham qo'shnimizdan ko'ramsizlar ne? To'l chechilib ketmay, makka sarang jigan parsa limondan ichinglar, enanglar. Voy yo'q, u chiroyli qo'shnimdan ko'ra qammi? O'zimdan ko'rami o'zimdan. Bugunlar ko'chab ketdilar men uydan. Uydan ko'chlar? Nima ko'chimiz bu edi? Bu uydan ko'chmasak-ku, tul xotin bilan qo'shni bo'ldimda men tul qalqa o'xshayman men uyda. Xotin, menda ta'tirlik qilmanglar. Hech kimning tul qag'isi yo'q. Yop, yolg'izga uyda ishchim og'irdi. Qo'lim qo'shni bo'lgandan sizlar azizlar bir nima ishingiz bor deb yordam qilib qo'yinglar mendag'i. Uy, kimga? Meni erimni ozdirmadi deb qadamga tax yordam qilaman men? Nay, menda dema deytma. Baka ash xotinning beshik kelgan kun sening beshing kelib qolmasa yana. Nima kun kelib ketibdi xotinning beshiga? Anglasam bu xotinning yo'ldoshi hayot vaqtida bir soqchi ekanligini. Shu xizmat qilayotgan jarayonda bir ikki bola suvga tushib ketdi ekan. Shu bolani qutuldiribman deb o'zini suv etib, u ikki bolani qutuldiribdi. Lekin bola suvga qarab qolib ketdi. Shuning yoqida bu ayol yolg'iz qolibdi qilan ikki bola bilan. Shu cho'nglari, urug' tuqqan, tunish bilishlar hammasi bu ayolga yo'ldashini tugab ketgan, endi qayt turmushlik bo'ladi deb nasihat qilgan bo'lsa, bu ayol birinchida shu bolalarini o'gayni olib qo'ymaslik uchun, yana bilsiga shu yo'ldashiga aqida qilib, yolg'iz o'tayotibdi ikki bola bilan. Turmushim qiyinchilik ekan. Hozirma shaharlikda o'tirganda tozlik ishchisi bo'lib ishlayotibdi. Turmushim qiyinchilikda qolibdi. Degan axlatni to'kitib, yenib chiqay deb tursam, uyga bir muncha ombor, atirga bir narsani ko'tarib minibdi. Qo'lim qo'shni bo'lganidan salom soat qilib, nima ish bo'ldi desam, shuna ishga buzilib qolgan, boshqalar o'ngishda desam, palon puldagi shu o'zim o'ngshab boqay deb Musayman nab ketdim dedi. Ishim og'rib kirib, shu uyda buzilib qolgan narsani hammani o'ngshab, to'xtovlarni ratlab berib chiqdim xotin. Men sen xato tushunib qolgan ish yo'q. Unda u sug'ib bo'libdi. Lekin endi chiqsaq birga chiqilishmi qo'shnimizning uyiga? Bir muncha gapni qilib tursam, yana kunlab turdim. Yolg'iz chiqsam nima bo'libdi aka? Men u to'g'ri tushunibman. Shu siz u uyga yolg'iz kirib chiqayotganingizni boshqalar ko'rsa, shu bechora ayolning keyindan gap so'z ulab qolarmikin deyman. Menda maqsad deganman. Bo'ldi, hamsi bundan keyin bir ish chiqib qolsa, birga chiqib yordamlashib ketilajmi? Ma'qul. Hamsi men ko'ktat deb kiray, sizlar qo'shnimizga deb qo'yinglar, kechki tomoqni mishadi yeysin-a? To'xtanglar. Hozir nima ish tutib biz? Qo'shnining uyiga sizlar kirib chiqinglar, ko'ktatni ma'b kerak.